Good morning, students. Good morning, teachers. How are you today? We are fine. Okay, sit down, please. Who is on duty today? I am on duty today. Huh? Who is absent today? And today all are present. Okay, very good. Sit down, please. What date is it today? What day is it today? Today is the 6th of December. Okay, very good. What day is it today? Huh? Today is Tuesday. Today is Tuesday. For that, we should use the program Zehat. You understand me? Yes. Translate, please. Biz Zehat programmasi orqali to'plarga, guruhlarga bo'lib olishimiz kerak. Buning uchun oldinga chiqamiz. Programmamiz hozir o'quvchilarni kezisoq turda, ya'ni tasodif turda to'plarga bo'lib beradigan bo'ladi. Xayrimbetova, Abdukarimova, Qayratbek, Saidahmetova birinchi to'pimiz. O'tirib olamiz. Kelasi to'pimiz. Kengiz. Keyingi to'pimiz. Mahametova, Shodimetova, Sahiljanova, Sadirjanova uch to'pimiz ekan, o'tirib olamiz. Kelasi to'pimiz 3-to'pga boramiz. Yaxshi o'quvchilar. Nima uchun guruhlarga bunday nom qo'ydik? Ha? Kim aytadi? Guruhlarga nima uchun bunday nom qo'ydik? Ha? Chunki yaqinlashib kelayotgan 16 dekabr munosabatidan bizning guruhga shunday nom qo'yildi deb o'ylayman. Молодец. Demak, yaqinlashib kelayotgan 16 dekabr mamlakatimizning mustaqillik kuni. Mana shu mustaqillik kuni bilan barchalarni tabriklayman. Sizlarga zo'r din sog'lik, oilangizga xotirjamlik, doimo mamlakatimiz erkinligi abadiy bo'lishini tilab, darsimizni boshlaymiz. Demak, xabirsizlik kuniga atalgan maqollar kim biladi? Kim aytadilar? Ha? Bilgan? Tavbiyani so'rab qo'yasizlar. Yaxshi. Xabirsizlik quvonchli. Молодец. Darsimizni mana mantiqiy savol bilan boshlab ketdi, ya'ni qiziqarli savol bilan. Tayyormisizlar? Yaxshi. Bunday bo'lsa eshitamiz. Diqqat bilan tinglab, javoblarni olishga harakat qilasizlar degan umiddaman. Eshitamiz. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarning birida, ya'ni Malayziya mamlakatida kiyim do'konlarida sotuvchilar kelayotgan mijozlarga shunday ish qo'llar ekanki, natijada mijozlarning aksariyat qismi do'kondan kiyim sotib chiqib ketishar ekan. Sotib olib chiqib ketishar ekan. Ya'ni sotuvchilar do'kondagi barcha kiyimlarni sheriklarni, ya'ni paralarni bir-biridan almashtirib qo'yar ekan. Masalan, kostyum shimini boshqa rangdagi kostyumni shimi bilan yoki bo'lmasa kostyumni triko bilan shunga o'xshab nima qilar ekan? Barcha kiyimlarni almashtirib tashlar ekan. Diqqat savol. Sotuvchilar nima uchun shu ishni qilishadi? O'zingizning fikrlaringizni bilsangiz. Ben o'ylayman, chunki Malayziya mamlakatining o'zining moda shunaqa. Молодец. Juda ham yaxshi. Ha? Ama başta kostyum satib olayotganda, kostyum shimini satib oladi. Shu 30 ming bo'lsa, kostyumni 30 mingga sotadi, shimini bu yoqda 15 ming yoki 20. Потому что sotuvchi o'ziga pul ishlash uchun Ko'proq pul ishlash. Молодец. Bu ham yaxshi fikr. Ha, teng o'qishimiz. Chunki do'konga mijozchi kirgan paytda bir kiyim olishga kirganda ikkinchi kiyimga havas tushib, qiziqib u kiyimni olib chiqib ketadi. Juda ham yaxshi. E'tibor beringlar o'quvchilar. Bu savolimizning javobi bizni fanimiz informatika bilan bog'liq jihati bor ekan javob. Shuni e'tibor berib javob beringlar. Kim javob berib beradi? Ha? Aytayliklar, qo'rqmasdan, bemalol. Ha? Men o'ylaymanki, Malayziya davlatida shunaqa kiyinish o'zini dasturi. Masalan, bizda kiyinish, Qozog'istonda kiyinish, Savkiylikamiz ularni ham o'zini kiyimi shunaqa deb o'ylaydi. Masalan, biz kostyumdan shimini kiysak, ular kostyumdan triko kiyadi. Yaxshi fikr bu ham. Lekin to'g'ri javob emas. Shpillangan kim yana javob aytadi? Ha? Ben aytishim. Boya aytamiz, kostyum shunday, kostyumni bo'lib qo'yib, shimni bo'lib qo'yadi. Shu kostyumni parasini topish uchun bundoq qarang. Shunday qarab olasiz. Demak, sen aytmoqchisan, bitta kiyim izlab kelgan odamning e'tibori boshqa kiyimlarga ham tushishi mumkin.
boshqa kiyimlarni ham qo'shib sotib olish mumkin. Juda ham yaxshi fikr bildirding, lekin hali ham bo'lmamasdir, to'g'ri javob emas ekan. Yaxshi. O'quvchilar, bizlarning oldinda hali ko'rsatilgan bir qancha hadis tasllarimiz bor. Dars davomida bariga ulgurishimiz kerak. Shunday ekan, bu savolning javobini darsimizni oxiriga qoldirsak-da, darsga aktiv qatnashib, topshiriqlarni yaxshi bajaradigan bo'lsanglar, javobini oxirida o'zim aytaman. Kelishdikmi? Yaxshi. Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Oldinda darsga qaysi mavzuni o'tdik biz? Qaysi mavzuni o'tdik? Nima edi? Oldingi darsda protsessor mavzusini o'tdik. Yaxshi. Protsessorlar nima edi? Protsessor nima edi? Qani o'zingchi. Protsessor bu kompyuterning ishga qurilmasi. Buni vazifasini dars davomida yana bilib boramiz. Endi hozir keyingi navbatimiz Kahoot dasturi yordamida guruhlar bellashuvi bo'ladi. Uning uchun sizlardan nima kerak? Sizlardan faqat oldinlarda turgan notebooklar orqali Kahoot saytiga kirib, ekranda ko'rsatilgan pin kod orqali o'zingizlarni guruh nomlaridan kirib qatnashasizlar. Tushunarli? Pin kodimiz 406 50 90 bor. Tezlashtiramiz. qarang. Demek erkinlik gruplarımız qo'shildi. Shu ishni kutyapmiz. Tayyormiz, ha? Demek başlayamiz. Kelasi savol. Demek birinchi bu savol bo'yicha aviasizlik grupamiz oldida ekan. Ikkinchi o'rinda erkinlik grupamiz. Vaqtimiz tugayapti, tugamay qolib tezlashib. Faqatgina bitta grupamiz erkinlik degan grupamiz to'g'ri javob berdi. Javob bergan savollarning ichida birinchi o'rinda erkinlik gruppasi ekan. Bu shartni tugatamiz, sababi bunga ajratilgan vaqtimiz reglament tugadi. Keyingi shartga o'tishimiz kerak. Tushunarli? Demak, erkinlik gruppasini kelasi shartimiz bu guruhlarni baholash edi. Endi kelasi shartimiz har bir o'quvchini bir vaqtning o'zida baholash adistasidir. Buning uchun biz Plickers platformasi saytini foydalanamiz. Plickers saytini foydalanish uchun o'quvchilarga nima kerak? O'quvchilarga faqatgina QR kodlar kerak. QR kodlar kerak. Doskada Plickers saytida savollar chiqadi. 4 ta variant chiqadi. A, B, C, D qo'limlarda tarqatilgan QR kodlarni 4 ta tomonida nima bordir? Latin harflaridan belgilangan A, B, C, D degan tomonlar ko'rsatilgan. Savolning javobini qaysi deb topsanglar, shu tomonini aylantirib yuqoriga nima qilishinglar kerak bo'ladi? Ko'tarishinglar kerak bo'ladi. Qisqa vaqt ichida nima qilaman? Skanerni ketib, sizlarni natijalarini ekranda ko'rsataman. Tushunarli? Demak, QR kodlarni tarqatib olamiz. Tez-tez familiya bo'lishi. Nega sanashdingizmi? Tayyormizmi? Tayyorlar ko'tarish mumkin. Kim qoldi? Doskada familiyasi chiqarib qo'shinglar. Saidahmet, Onarmet, ko'taringlar. Qo'llardan to'sib qo'yinglar QR kodni. Yaxshi, keyingi savol o'tamiz. Qoldi doskada. Yaxshi, kelasi savol o'tamiz.
berib bo'ldi. Endi natijasini ko'rishimiz uchun bugungi savolnoma bo'yicha o'tgan darsda bergan uyga vazifaga 65% umumiy sinf o'quvchilari to'g'ri javob beribdi. Shunda har birimiz o'zimizni baholarimizni ko'rsak bo'ladi. Bu yerda o'quvchilar Shadimetova, Yuldashbekova, Sabirjanova va Muhammedova degan o'quvchilarimiz 100% to'liq. Undan keyin Abdukarimova va Nurmetov degan o'quvchilarimizning bahosi ko'p. Faqat o'quvchilar vaqtimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Tushunarlimi? Bu shartimiz ham tugadi. Kelasi navbat mif savollariga. Hammanglardan ma'lum, maktabimizda qaysi haftalik yurgizilyapti? Matematika, informatika, fizika haftalik yurgizilyapti. Ana shu haftalik munosabati bilan sizlarga savollar tayyorlab kelganman. Hozir Spinner programmasi orqali to'plarga mana shu savollarni bo'lib beraman. Qaysi savol ekan? Matematika aylantirib. Matematika savoli ekan. Keyingi to'pimiz fizika. Keyingi to'pimiz уже сразу anaqa qo'yamiz. Matematika kimga edi? Uchinchi to'p esa orqasida kim tayyorlan? Tayyor guruh bormi? Tayyor guruh. Siz vaqt so'rayapsiz. Birinchi to'pimiz matematika. Matematika bu Pifagor teoremasi. Pifagor teoremasi qaytadan kvadratlarning birdasi gipotenuzning kvadratiga teng. Молодец. Formulasi bo'yicha kvadrat a kvadrat plus b kvadrat. Juda ham yaxshi. Demak, Pifagor teoremasi ekan. Demak, s kvadrat teng a kvadrat plus b kvadrat. Javob to'g'ri. Keyingi to'pimiz kimdir? Operatsion tizim bu inson va kompyuter orasidagi muloqot. Unday dasturlarni Windows, Android, Linux degan dasturlar bor. Juda ham yaxshi. Windows tipidagi operatsion sistema, Linux, undan keyin Android tipidagi yana bitta qolib ketdi. Yana bitta qaysi bor edi? Eng taniqli bo'lgan. Apple kompaniyasiga tegishli bo'lgan. iPhone'larga o'rnatilgan qaysi operatsion tizim edi? iOS operatsion tizimi bor edi. Yaxshi. Kelasi to'pimiz F taqsim M1 M2 taqsim R kvadrat bu butun olam tortish qonuni. Juda ham yaxshi. Demak, butun olam tortishish qonuni to'g'risidagi formula ekan. Bu yerda har bir izoh bera olasanmi? Formulaga. G nima edi bu yerda? Kim yordam beradi? Qani? Ana shu to'g'risida. Bor yordam beradi. M massa. Hop. R kvadrat nima edi? R kvadrat G bu gravitatsion doimiy. Gravitatsion doimiy. Qiymati qanchaga teng edi? 6,167 ko'paytirilgan 10 darajasi. Juda ham yaxshi. Demak, bu yerda F butun olam tortish qonunidagi kuch ekan, G gravitatsion doimiy, M1 birinchi jismning massasi, M2 esa ikkinchi jismning massasi, R kvadrat ikkita jism orasidagi masofa ekan, masofaning kvadrati ekan. G ni qayerdan kelib chiqqanini bilasizlarmi? Gravitatsion doimiy 6,167 ko'paytirilgan 10-11 darajasi. Qayerdan kelib chiqqan? Undan men o'zim aytaman. Demak, fazoda havosiz bo'shliqda oraliqlari 1 metr bo'lgan va massalari 1 kilogramm bo'lgan jismlarning orasidagi tortish kuchi shunga teng ekan. Tushunabsizmi? Bu albatta juda ham kichkina kuch, sezilarsiz kuch. Tushunabsiz? Bu sezilarli bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Ularning massasi katta bo'lish kerak. Shunchalik katta bo'lish kerakki, bularning massasi. Shundagina bularning tortish kuchi va orasidagi bizlar seza olamiz. Ana nima bor edi fizikada o'tgansizlar? Newton olma daraxtining tagida o'tirsa nima bo'lgan edi? Boshqa tushib kerak edi. Ana shundan keyin uni vaqtganda nima uchun bu olma meni aynan boshimga tushdi? Nega tepaga uchib ketmadi degan savol tug'ilgan unda. Tushunabsizmi? Yerni tortish kuchi tufayli demak olmaning massasi kichkina bo'lganligi uchun yerga nisbatan olma qanday yerga qarab bo'ladi. Tushunarli-ku? Juda ham yaxshi. Keyingi topshiriqimiz crossword ekan. Hozir sizlarga crossword beraman.
bu crosswordda oldingi darsda o'tilgan mavzular bo'yicha o'rgangan termin so'zlar yashiringan. Nima ekan? O'tilgan darslardagi termin so'zlar yashiringan ekan. Mana shu termin so'zlarni agar to'g'ri topib chiqaradigan bo'lsalar, bugungi darsimizda o'tiladigan mavzumizda nima qilamiz? Nomi chiqadi, asholar ekanmiz. Bo'lyaptimi? Kim tayyor? Topdinglarmi? Bo'ldi. Hozir mana tartibdan tekshiramiz do'stlar. Birinchisi, protsessor tekshiramiz. To'g'rimi? Kelasi. O'qituvchilar chiqadi. Funksiya. Elektron. Kompyuter. Virus, file, antivirus, robot, file, yaxshi, bunda qancha xato bor ekan? O'tgan darsdagi termin so'zlarni esga olgan holda bugungi o'tiladigan mavzumizdan nima qildik? Yoritib oldik, ochib oldik. Demak, bugungi o'tiladigan mavzumizning nomi nima ekan? Statistik ma'lumotlar ekan. Yaxshi. Demak, bugungi darsimizni maqsadi Microsoft Excel dasturida absolyut va nisbiy silkalardan foydalanishni o'rganish. Ikkinchisi, elektron jadvalda misollar ishlashda turli ma'lumotlar tipidan foydalanishni o'rganar ekanmiz. Tushunarli? Yangi termin so'zlardan tanishamiz. Yangi termin so'zlarimiz solishtirmali siltama, ruschasiga относительная ссылка, inglizchasiga relative cell reference. Kelasi so'zimiz absolute siltama, absolute ссылка, absolute cell reference, statistical marketing, statistical данные, statistical data. Yaxshi, juda ham yaxshi. Bizlarda WhatsApp guruhimiz bor. Bugungi mavzumizga oid bo'lgan barcha ma'lumotlarni gruppaga tashlab qo'yaman. Shu bilan birgalikda bugungi yangi termin so'zlarni ham yuborib qo'yaman. Uyga vazifa mana shu termin so'zlarni va bugungi o'tiladigan mavzuni yaxshilab o'qib, o'z tushunchamizni daftarga yozib kelish. Bugungi belgilab qo'ying. Dars boshlashdan oldin o'tishni eslab qo'ying. İlyasova Gulmira Abduvali qizini tayyorlagan video dars roligini tayyorlab olib keldim. Ana shu darsni yaxshilab tomosha qilib, tushunishga harakat qilinglar. Tushundingmi? Tushunmagan joylar bo'lsa, birgalikda muhokama qilamiz. Dars so'ngida. Taqribi statistikалық мәліметтер. Сабақтың мақсаты абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану. Электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдану. Бүгінгі сабағымыздың түйін сөзі салыстырмалы сілтеме, относительная ссылка, relative cell reference. Статистикалық мәліметтер, статистические данные, statistical data. Сендер 7-ші сыныпта Excel электрондық кестесін үйренуді бастадыңыздар. Excel электрондық кестесінің не үшін қолданылатынын ескерейік. Excel парақтары дайын кестелерден, яғни бағаннан және жолдан тұрады. Бағандар латынның ABCD 26 әрпінен тұрса, жол нөмірі 1-ден 65.536 жолдан тұрады. Баған мен жолдың қиылысқан тұсында кестенің ең кіші құрамдас бөлігін ұяшық деп атаймыз. Ұяшыққа мәтін, сан, формула, уақыт, күндерді енгізе аламыз. Салыстырмалы сілтемеде формуланы көшіру барысында ұяшықтың адресі өзгереді. Яғни формулаларды бір ұяшықтан екіншісіне көшіргенде нәтиже қандай болатынын сілтеменің адрестеуіне тікелей тәуелді. Абсолюттік сілтемеде формуланы көшіру барысында
ұяшықтың адресі өзгермейді. Сілтеме көрсетіп тұрған ұяшық тұрақты болып қалады. Формулаларды редакторлау кезінде адрестеу адресін өзгерту үшін ұяшықтың сілтемесін ерекшелеп алып F4 түймесін басу керек. Аралас сілтемеде салыстырмалы және абсолюттік сілтемелер бірге жазылады және тек салыстырмалы бөлігі ғана өзгереді. Бірінші кестеде сілтемелерді салыстыру кестесі берілген. Бастапқы ұяшықтардағы сілтеме салыстырмалы, баған бойынша абсолют аралас адресті, қатар бойынша абсолют аралас адресті және абсолют. Енді осы сілтемелерге байланысты бейнебаян арқылы мысалдар қарастырайық. Ең алдымен алғаны тыңшылары үшін D2 ұяшығына, B2 ұяшығы мен C2 ұяшығындағы сандарды көбейтетін боламыз. Нәтижесін 200 шығады. 8-ci sınıf informatika kursunda 7-ci sınıf. Resimlerde olsa xuddi mana shunday misollarni ishlaganmiz. Tovar nomi, bahosi, mөлшері, umumiy narxini chiqarish. Qanaqa qilib chiqarardik umumiy narxini? Umumiy narxini chiqarish uchun kerakli yacheykalarning adreslarini yozib, teng belgisini qo'yib, formula orqali yozib naqlardik. Chiqarardik. Formulani yozib qo'yardik bir marta. Keyin qiymatni o'zgartirsak, formulalarni naqlari avtomatik postoyan almashtirib berib o'tiradi. Uni qayta kalkulyatorga solishda hojati qolmas edi, to'g'rimi? Esimizga tushdimi? Qanday Biz onu D5 ұяшығына дейін көшіреміз. D2 ұяшығында сілтеме салыстырмалы болғандықтан формуланың орнын өзгергенде осы сілтемелер өзгереді. Енді жеңілдікті шығару үшін біз құны мен жеңілдік пайызын көбейтетін боламыз. Алайда біз оны E5 ұяшығына дейін созған кезде бізден өз сандар шығады. Ол дегеніміз 10% өзгергенін білдіреді. Аралас сілтемеге мысал келтіретін болса, біз берілген мысалдағы сандарды қосқымыз келетін болса, ең алдымен B2 ұяшығына B1 және B2 ұяшықтарындағы сандарды қосамыз. Егер де біз оны B10 ұяшығына дейін жүзеге асырғымыз келсе, бізде қате сандар шығып кетеді. Бұл мәселені шешу үшін біз аралас сілтемені қолданатын боламыз. Формуладағы латын әрпімен белгіленгендер бағаны білдірсе, санды жолды білдіреді. Егер доллар белгісін бағаның алдына қоятын болсақ, бағаның мәні өзгермейді, ал жолдың алдына қойсақ, жолдың мәні өзгермейді. Формуладағы сілтемені қолдана отырып, ең үлкен санды деректер мен күрделі есептеулерді тез орындауға болады. Excel электрондық кестесінде деректерді статистикалық өңдеу арқылы деректерге статистикалық талдау жүргізу үшін қолданылады. Ал оқушылар бүгінгі сабаққа тапсырма орындайық. Оқушылар, бүгінгі mavzu tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsni mustahkamlash uchun sizlarga sa'ykaslantiruv topshiriqlari beriladi. Mavzumiz bugungi mavzumiz praktikada ko'rsatilishi kerak. Bunday kim shunday belgilagan bo'lsa, demak savollarga to'g'ri javob bergan ekanmiz. Birinchi guruhimizda, kelasi guruhimizda hammasi to'g'ri ekan. Endi darsimizni mustahkamlash uchun yana Clickers programmasi orqali tayyorlangan savollarga javob berib o'tsak. Bu uchun qo'limizga nima qilamiz? QR kodlarni olishimiz kerak bo'ladi. Tezlashtiramiz o'quvchilar, vaqtimiz qisqa qoldi. Ko'taramiz. Tez. Kim chiqmadi? Harakat qiling, balandroq ko'taringlar o'quvchilar. Vaqtimiz ketyapti. Bo'g'onlar, tushganlar pastga tushirganlar, doskaga familiyasi. Kelasiz. Solishtirmali siltemada formulani ko'rshiruv barasida uyaşıqning adresi. Kim qolgan? Bo'ldimi?
psixologik trening o'tkazamiz. Bu treningimizning javobi ham albatta bizning informatika fanimiz bilan bog'liq bo'lgan trening. Buning uchun bizlarga 5 o'quvchi yetadi. O'zi ko'proq o'quvchi kerak edi. Vaqtimiz yaqinlashib qolgani sababli 5 o'quvchi yetadi. Kim chiqadi? Programmadan to'plam qolganlar 1, 2, 3, 4 yana bir chiqadi 5-inchisi. Hozir 4 o'quvchi sinfga chiqadi, bitta o'quvchiga men bir matn o'qib eshittiraman. Ana shu matnni eslab qolib, keyingi o'quvchiga nima qilishingiz kerak? Yetkazib berishingiz kerak. O'rmon chetida 2 angshi o'tir. O'rmonning o'rtasida 3 angshi kecha avlangan 2 yurak bilan bir qazim junin julib o'tir. 4 angshi ertangi asqa kerak 2 elik bilan bir bug'uni avlovga ketdi. Desa qoldimi? Hozir bitta o'quvchini chaqiramiz. Ana shu o'quvchiga tushuntirib berish kerak. O'rmonning ichida ikkita Qozoq tilida tushuntirib agar. o'rmonning ichida 2 angshi o'tir. Uch angshi bugun avlangan Молодец. Tushundingmi? Desa qoldim. Yana bitta takror. Barakalla. Sen o'tirib, keyingi o'quvchini chaqiramiz. Keyingi o'quvchilarimiz. O'rmonda 3 angshi o'tir. 2 angshi uylik patinji o'tir. 4 angshi ertangi asti daynoga ketdi. Молодец. O'tir, keyingi o'quvchimiz. Yana o'quvchimiz. O'rmonda 3 angshi o'tir. 2 uylikdan patinji o'tir. Qolgan 4 ertangi asli qamoqda o'tir. Молодец. Ertangi aslida hamon o'ylab o'tiribdi. O'rmonda aqshimida onun 4 yurakning pauzini julib o'tir, al 4 yetchagasi qanday o'yladi. Молодец. Tushundingmi? Qani? O'rtanchi O'rtaga tursa. o'rmonda turib, kapitanni Hop, gapiradi. O'rmon chetida 2 angshi o'tir. Mana 2 angshi o'tir. O'rmonning o'rtasida 3 angshi kecha avlangan 2 yurak bilan bir qazdim julib o'tir. Mana 3 ta angshi, 2 ta yurak bilan bir qazdim julib o'tir. 4 angshi ertangi asla kerak 2 elik bilan bir bug'uni avlovga ketdi. Tushundinglarmi? Kim takrorlaydilar mana shu? Kim hozir ekrandan o'chirib qo'ysak aytadilar mana shu. Ha? Rasmlar asosida tushuntiryapman, rasmlar asosida. Demak, o'rmonda chetida 2 ta ovchi o'tirdi. O'rmonning o'rtasida 3 ta ovchi, 2 ta o'rdak bilan bitta g'azin yunini patin yulib o'tirdi. 4 tangshi ertangi kerak bo'lgan asqa kerak ikkita kiyik bilan bir bug'uni olishga kerak. Dekma shu. O'rmon chetida 2 ta ovchi o'tiribdi. Hop. O'rmonning o'rtasida 3 ta ovchi, 2 ta g'oz bilan bitta o'rdakni patini yulib o'tiribdi. 4 ta ovchi ertangi kechki ovqatga 2 ta kiyik bilan bitta bug'ni olishga ketdi. Barakalla. Qaranglar, juda ham to'g'ri. Bu trening bilan sizlarga nima demoqchiman? Bu trening bilan boya aytib o'tdik, bizning treningimiz informatika fani bilan nima dedik? Bog'liq jihati bor dedik, to'g'rimi? Biz mana shu darslarga yangi temani tushuntirishda har xil usullar bilan, har xil ko'rgazmalar bilan tushuntiramiz ba'zida, to'g'rimi? Esinglarda bo'lsa, biz axborot turlarini o'tgan paytda 5 ta turga bo'lgan edik. Qanaqa turlar edi? Matnli axborot, tovush signalli axborot, video axborot, grafik axborot, kelasi sonli axborot, to'g'rimi? Mana shu axborotlarni insonga yetkazishda, ya'ni odam qabul qiladi-ku. Ba'zi bir qabul qilish organlari yordamida nima qilar ekan?
ba'zi bir o'quvchilar ushlab ko'rib qabul qilsa, ba'zi bir o'quvchilar ko'z bilan ko'rib yaxshi qabul qiladi. Ba'zi bir o'quvchilar quloq bilan tinglab nima qiladi? Yaxshi qabul qiladi. Shundan bilsak bo'ladiki, darsda qo'llaniladigan ko'rgazmani foydasi nima ekan? Ko'p ekan, zo'r ekan. Tushunarlimi? Yana bitta foydali jihatda nimasi bor? Tarbiyaviy ahamiyati bor bugungi treningimizda. Buni tarbiyaviy ahamiyati demak WhatsApplarda, undan keyin har xil messenjerlarda har xil bo'lar bo'lmas gaplar tarqalib beradi, bilasizlar. Demak, har xil gaplarga asossiz naqsh qilmas ekan, ishonib ketishga bo'lmas ekan. Tushunarlikmi? U axborot nima bo'lishi mumkindir? Yolg'on bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa xato bo'lishi mumkin. Odamlarga o'tib u nima bo'lib ketgan bo'lishi mumkindir? O'zgarib ketgan bo'lishi mumkin ekan. Tushunarlikmi? Bugungi darsimiz qanday o'tdi? Eshitamizmi? Demak, savolni o'qiyman, eslarni chiqib ketganlar uchun takrorlayman. Demak, dunyoning rivojlangan mamlakatlarining birida, ya'ni Malayziya mamlakatida kiyim-kechak do'konlarida sotuvchilar do'konga kiyim izlab kirgan mijozlarga shunday amal qo'llar ekanki, natijada mijozlarning aksariyat qismi ana shu do'kondan nima qilar ekan? Kiyim xarid qilib chiqib ketar ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni sotuvchilar do'konda turgan kiyimlarni sheriklarini nima qiladi dedik? Almashtirib qo'yar ekan. Kostyumni shimini boshqa kostyumni shimi bilan. Klassik shimni ustiga olimpika deganda bir-biridan nima qilar ekan? Aralashtirib tashlar ekan. Savol: sotuvchilar nima uchun shu ishni qilar edi degan savol edi. To'g'rimi? Sizga tushdimi? Endi javobni eshitamiz. Inson miyasi ma'lum bir algoritmlar, ya'ni funksiyalar asosida ishlar ekan. Hattoki qarang, barchamiz algoritm bo'yicha ishlaymiz aslida. Ertalab turamiz, yuz qo'limizni yuvamiz, oldimizda kun tartibini belgilab qo'yamiz. Ana shu kun tartibi bizning algoritmimiz ekan. Shu tartib bilan nima qilamiz? Ishlaymiz. Endi hattoki qo'limizdagi telefon, kompyuterlarimiz ham ma'lum bir funksiyalar asosida nima ekan? Ishlar ekan. Bir siltamani bosamiz, ana shu siltamani bosish natijasida u shu siltamani originalni nima qilib bizlarga chaqirib beradi. Tushunyapsizmi? Chaqirib beradi. Demak, sotuvchilar biror bir kiyimni parallashib ketgan kiyimni kelgan mijozga kiyintirib beradi, kiyintirib qo'yadi. Masalan, ustiga kostyum, tagiga nimadir? Triko. Uni aynaga qaratar ekan. Albatta, unday kiyinish hech bir insonga nima qilmaydi? Yoqmaydi. Demak, ana shu usul bilan mijozni miyasidan yoqtirmaslik tuyg'usini chaqirib olar ekan. Tushunyapsizmi? Funksiyalarni chaqirib olamizmi? Xuddi shunday yoqtirmaslik tuyg'uni nima qilar ekan? Mijoz miyasidan chaqirib olar ekan-da. Yeching bu sizga yarashmadi deb boshqa bir kostyumni o'zini pari bilan, o'zini shimi bilan nima qilar ekan? Kiyintirar ekan. Endi mijozdan nima bo'ladi bu? O'ziga quyib qo'yganda, yarashib turganda tuyular ekan. Hayotimizda bo'lgan yo'qmi? Bozorga borib, bozorda rosa yoqadi tag'in kiyimiz. Uyga borib kiysak yoqmay qoladi. Bo'lgan shunaqa narsa. Demak, bu yerda ham ana shu usulni qo'llaydilar bor ekan. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Demak, keyingi darsda ko'rishgunimizcha xayr, sog' salomat bo'ling.